Bu mashenitsa Azon skladlarini menejeri. Kimki shu qizni ko'rib turgan bo'lsa, kimki qo'lida ishlayib turgan bo'lsa, sразу qochinglar buni qo'lidan. Я тебя предупреждал, чтобы ты заплатила деньги, а ты так и не ответила. Azon skladida mehnat muhojirlarni ishlatib, aldab pulini bermay yurgan ekan. Odamlar menga aytdi, bu odam juda ham ko'p odamlarni aldaydi deb. Boshida men ham ishonmagan edim, faqat o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha. Shu videoni keng tarqalishi uchun like bosamiz, kommentariyaga o'tib kommentariyni yozamiz. Kimki shu odamning qo'lida, mana shu cho'chqani qo'lida ishlayib turgan bo'lsa, qochinglar buni qo'lidan. Akalar opalar boshqa joylarga qochinglarki sizlarga ham aldab qo'yadi. Musofirdagi do'stlarim, Moskva Qozog'iston, Podmoskva Qozog'iston taksilari yo'lga tushdi. Akalar opalar, komfortni to granitsaga bitta mashinada borib kelmoqchimisizlar? Marhamat, sizlar uchun komfortni mashina yo'lga tushgan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Avazbek akaga Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Akalar opalar granitsaga chiqarib, olib kelib, yana yuzgacha tashab qo'yadi. Glavnisi Sabr Musofir kanalidan oldim desalaring, nomerda yana skidkasi bor. Akalar opalar, srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Granitsaga chiqmoqchi bo'lsalaring, dokumentlaringizni so'rovga o'tib ketgan bo'lsa ham o'zlari yordam berishadi, yo'l beradi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Mashenitsa paydo bo'libdi. Rossiyadan mehnat muhojirlarini ishlatib pulini bermaydigan. Akalar opalar, o'zim to o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha ishonmagan edim. Bizga bir ikkita akalarimiz, opalarimiz murojaat qilgan edi, ishonmagan edim. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim, ishondim. Akalar opalar, mana bu cho'chqaning surati ko'rishlaring mumkin. Bu odamlarni skladlarga olib boradi. Nima sklad deysizlarmi? Azon skladida. Bu Moskovskiy oblast, Raminskiy rayonda odamlarni ishlatib, aldab pulini bermaydi. Buni ustida turgan yana boshliqlari ham bor. Boshliqlari biladimi, bilmaydimi? Hali noma'lum. Boshliqlarini ham topamiz, svязga chiqamiz kattalari bilan. Xudo xolasa, aldanib qolgan, musofirda yurgan akalarimiz, opalarimizni pulini olib berishga harakat qilamiz. Akalar opalar, shu videoga like bosinglar, обязательно kommentariyaga o'tib kommentariyni yozinglar, gazini bosinglar kommentariyni, чтобы shu videomiz keng tarqalsin, portlatib yuborsin internetda. Keng tarqalib, shu odamga, mana shu haramxo'r, mashenik cho'chqaga yetib borsin u, ko'rsin o'zini. Чтобы juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz ko'rib, shuni qo'liga ishga kelib tushirmasin. Shu aldanib qolmaslik uchun shu like bosinglar, kommentariyni yozinglar, akalar, opalar, tanish bilishlaringizga maksimalni tarqatinglar. Bir oy ishlagan, oyligini bermagan, kimdidir 1,5 oy ishlagan, kimdidir 50 ming rublni bermagan, kimdidir 100 ming rublni bermagan, aldab turib ishlagan odamlarni pul chiqmayapti deb militsiyalar chaqirib, odamlarni aldab, короче, ushattirib berib militsiyalarga pulini bermagan. Glavnisi aldagan odamlarni ishonmagan edim. To'yinki o'z ko'zim bilan ko'rmaganimcha ishonmagan edim. Akalar opalar, mana shunday, mana shu mashinasi cho'chqani suratlarini qo'yaman, ko'ringlar. Mana ko'ryapsizlarmi bu cho'chqani suratini? Akalar opalar, kimki shuni qo'lida ishlayib turgan bo'lsa, qochinglar, tezroq qochinglarki qo'lidan. Sizlarga ham shtobi aldab qo'ymasin. Menga ham bir ikki marta bu cho'chqa murojaat qildi, reklama qilib berdi, mayli dedim, reklama qilib berdim. Reklama qilgandan keyin bir ikkita akalarimiz, opalarimiz murojaat qilishdi bizga. Aytdiki, bu qiz aldaydi odamlarni, pulini bermaydi degan edi, ishonmagan edim. Faqat o'zimni ko'zim bilan ko'rdim, aldaganini, odamlarni pulini bermaganini ko'rdim. Endi harakat qilamiz o'sha odamlarni pulini olib berishga. Faqat sizlarni podeshkalaringiz bilan shu videomizni keng tarqalishi uchun sizlar like, kommentariyni yozinglar, tanish bilishlaringizga tarqatinglar. Kimki yangi bo'lsa kanalga obuna bo'lib qolinglar. Men har kuni kanalimga yangi ishlarni chiqaraman. Sizlarni podeshkalaringiz bilan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan agarki akalarimiz yangi ishga kelaman desa, ishlarga qo'yamiz, xudo xolasa. Faqat podeshka qilsalaringiz bo'ldi. Akalar, opalar, shu cho'chqani qo'liga tushmaslik uchun harakat qilamiz. Har kuni shuni ham basharasini ko'rsatishga. Musofirda yurgan akalarimiz, opalarimiz ko'rib, shuni agarki qo'liga tushib qolgan bo'lsa, srochniy qochib ketsin netdan, ishdan qochib ketsin. Chunki shtobi sizlarni ham aldab qo'ymasligi uchun. Akalar, opalar, shuncha videomizni podeshka qilyapsizlar. Rahmat videomizni podeshka qilganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.